biza hozir ozgina vaqt aniq biz qoldi. biznes to'g'risida ko'p gaplashdik, proyektlar to'g'risida ko'p gaplashdik. Ya'ni lичный savollarga ozgina o'taylik. Keling bilan qanaqa tanishgansiz? Siz ozgina oldin bizga aytib berdingiz, просто chiroyli istoriya bo'lgan ekan. Anaqa вообще men shu nimada ishlaganimda, islom madrasada почти deylik. Aytdimmi, Betacam kamerali zo'r anaqa video studiya bo'lgan. И peshin vaqt edi, hammasi obedga ketdi, men kompyuterda ishlayotgandim. Bitta ayol qarasam, sovuq koridorda turibdi, no anaqa hamma yo'q miramir sovqatyapti. Menda pechka bor. Kirib chiqib, bu yerda turibsiz, ichkariga kiring, sovqatib qo'yasiz, hali bu betakamchilar hali kelishiga yarim soat bordir dedim. U kirib hayron qoldi. Eng zamonaviy kompyuterlar do'ppida bola kodlar. Siz qayerda madrasada o'qiyman bu yerda kompyuterchi bo'lib ishlayman. Unda kognitivniy dissonans paydo bo'lyapti. Qanaqasi unaqa bo'lishi mumkin? Keyin aytdi, mani kuzen, двоюродный брат, ukam Computerland degan kompaniyani anaqasi asoschisi. Bir tanishtirsam yaxshi bo'lardi. Unga zo'r aqlli bolalar kerak. Siz boshqacha bola ekansiz. Ancha gaplashdik, keyin shu 15-20 minutda aytdi, bir tanishtirsam bo'lar ekan deb ketdi. Bu istoriyani boshi. Keyin Ministerstvo торговли, keyin Computerland paydo bo'ldi. Men u esimda yo'q bu ayol ham hech narsa. Computerlandda o'tiribman. Bu ayol kirib ketyapti, aytyapti, "Bahodir" dedi, "Mana shu bola senda hozir ishlayaptimi?" desa, "Ha, men shu bolani aytdim senga." Anaqa dedi, u shu hayot shunaqa bo'lib qoldi, kirib qoldi. Keyin u aytdiki, "Meni qizim bor, 16 yosh. Kompyuterda sal o'rgatish kerak. Maylimi, kelsa siz sal o'rgatib olsangiz" deb aytdi. Shu birinchi 17 yoshlarga kiryapti, men o'sha 19 ga boryapman. Tanishib oldik. Shunaqa kompyuterda просто o'rgatmoqchi bo'ldim. Но lekin nima deydi, xarakteri такой sal og'ir, такой qiz, такой aqlli, kitob ko'p o'qiydi, но keyin bir-ikki marta shu uyga kuzatib qo'ydim. Keyin shunaqa bir muhabbat history boshlandi. U bitirib nimaga ketdi? Moskvaga o'qishga. Moskvaga o'qishga ketdi. Menga narsa berib yuborishardi, ota-onasi qizimga berib yubordi. Men haqiqatan birinchi marta ishlarim bo'yicha borganimda bergan edim. Keyin bir kuni tug'ilgan kuniga narsa berishdi. Rosa qidirdim, o'qishdan ketgandan keyin uyiga borib, qidirib, eshikni taqillatib, narsani berib yuborishim kerak, mas'uliyat desam, eshikni ochib, nima qilyapsan bu desa, men narsa senga olib keldim deb qovunni berib yuborishdi desa, "Я тебя не ждала" dedi, narsani olib eshik yopib qo'ydi. Keyin challenge boshlandi. Вот shunda Toshkentga kelib telefonlashaman. Ushbu telefonda bilet olib borishim kerak. Uydagilar komandirga ketyapti deb o'ylaydi. Men realno как бы razvodga ketyapman, sog'inib. Shunda 4 yil distansionniy qatnagansiz. Moskvaga qatnashgan. Masalan, kanikulga kelardi Toshkentga. Asosan Moskvada bo'lardi. Men Moskvaga qatnashdim. O'sha qatras zo'r pul topayotgan vaqtingizda, o'sha paytda zo'r pul topishga majbur edim. Menga pul o'zimga shuncha kerak emas edi. Deyapman, telefon qilardik 8 orqali. Bunaqa Telegram, Messenger, internet degan narsa yo'q. 8 orqali telefon qilasiz, katta pul shot keladi. Uni ertalab yugurib olib podyezddan, pochtadan olishim kerak shotlardi. Ota-onam ko'rib qolmasin bu shotni. U yomon ko'rib qolardi, hali pulni xarajatini ko'rib qolsa. Keyin Moskvaga nimaga ketyapsan? Men aytmayman, shuncha pulga anaqa ish bo'yicha konferensiya deymiz, konferensiya, ish, biznes tam borardim va bunga juda ko'p topgan pul shunga ketardi-da. Necha yildan beri hozir birgasizlar?
Qarang, men 18 yoshda tanishib olgan bo'lsam, 48 bo'lsam, 30 yil почти bo'lyapti-da. Вот. Shu 4-5 yil nima bo'ldi, keyin Toshkentga keldi, o'qishga anaqa ishga kirdi va keyin shu 1-2 yilda keyin sekin borib shu onam постоянно anaqa keladi, uyga kelganimda anaqa qilardi. Bir ikkita rasm. Men to'ng'ich nevaraman-ku. Ertadan bosim ketyapti. Biz hozir o'lib qolamiz, tezroq o'ylash kerak. 22 yoshimdan boshlanganida aniga davleniya. Keyin rasm olib kelardi, anaqa hayotda uchrashga chiqmaganman bittasidan. Вот, chunki mening miyamda u bor. Yo'q, то есть hech qanaqa yo'q. Сразу уже 19 yoshdan 24 yoshgacha. Da. Keyin nima qilganman? Uni deb chunki qayin 4 yil ichida я же не могу завоевать haligi. Anaqa bu faqat haligi реальный отношение yo'q. Faqat попытка. U ignor qilyapti. Men anaqa eshikni ochib padarkani olib eshikni yopish. Да, ну, yani kafega boramiz, bu uchrashamiz, то есть, но nima yo'q-da, вот отдача yo'q-da u tomondan haligi. Всё, короче, anaqa biz parень с девушкой degan narsa yo'q. Real anaqa. И подаркаlar qilasiz, nima qilasiz, keyin вот поэтому boshqa variant ham qaramaganman-da. No nima bo'lgan? U rusiy zabon qiz bo'lganda takoy. Balki baribir odamdan tanishtirishim kerak-ku. Keyin ishxonasining oldidan o'tayotib, ayamga telefon qildim, chiqing dedim. Keyin u tayyor ham emas. Biz просто aylanib yuribmiz. Keyin onam chiqqan kech payt kelyapman uyga va mana shu qiz shu sovchilikka borib kelasizlar desam, ayam настроенияsi вообще yo'q. Men tushunyapman, shu что-то не то. Nima bo'ldi? Yoqmadimi desam, bilardim sen o'risga olishingni. Nimaga unaqa qilsa? Nima deganingni eshitmadingmi? Yo'q. Здравствуйте dedi. Dedim. Ayam жесткий nasionalist bo'lgan. Rus maktabida o'qigan bo'lsa ham, haligi o'rislarni yomon ko'rardi. Unaqa ruschani zo'r biladi. Biz ham rus maktabida o'qiganmiz. Shu anaqa sinema o'zbek maktabga bergan. И такой, anaqa juda ham ani urf-odatlar nimalasi bo'yicha qattiq ushlaydigan такой. Men aytdim, "Assalomu alaykum" demadim desam, "Yo'q, здравствуйте" dedi. Men bo'ldim, uxladi. Uxladim. Keyin borib nimaga, "Ты меня не предупредил", да man qaytdan bilib, какая-то женщина выходит. Keyin, блин, aytdim, anaqa 6 oyga hozir cho'ziladi. Anaqa onam bilan ishlashim kerak bo'ladi. Sen boshqa rus so'zini ishlatma вообще. O'zbek tilidagi. Вот такой faqat anaqa. Bizani real uyda oxirgi paytlar shu nevarlar turganda жесткий anaqa rus tilini taqiqlardi. Nimagadir juda ham yomon ko'rardi. Lazika rosa chiroyli hikoya bo'lgan ekan. Keyin bilan tanishlaringiz. Bugun hamma savollarimizni berib ulgurmadik. Yana bir marta kelishingizga to'g'ri keladi shekilli. Juda ham interesniy suhbatimiz bo'ldi. Qiziqarli bo'ldi. Kelganingiz uchun rahmat katta. Rahmat kattakon. Rahmat katta. Keyingi bolalar to'g'risida как раз so'ramoqchi edik, o'sha как раз aytib berasiz. Rahmat kattakon. Ozgina ulgurmadik. Bo'ldi. Rahmat.